Ba'zi bir yigitlar boy, lekin kamtar. Ba'zi bir yigitlar haligi boy yigitdan puli kamroq, lekin uni damiga o'tira olmaysiz yoniga. O'rgansangiz, u bola mehnat qilgan. Bolaligidan otasini, onasini yoniga kirib mehnat qilgan, xizmat qilgan. Mehnat qilgan odam birovni g'iybat qilmaydi. Mehnatkash odam birovga hasad qilmaydi. Birov bir yaxshi mashina oladi, yaxshi imorat quradi, yaxshi gumonda bo'ladi, yaxshi niyatda bo'ladi. Kim hasad qilyapti, kim kibrli qilyapti, o'rganinglar, sekin o'sha odamning hayotini o'rganinglar. Bolaligida mehnatdan yiroq bo'lgan odamlar, otasini, onasini bir imkoniyati bilan bugun shuna qilib bo'lib yurgan odamlar. Shuning uchun azizlar, mehnatkashlik Allohga mahbub amal bu.